Assalomu alaykum do'stlar. Siz BYD mashinasini biror marta haydab ko'rganmisiz? Agar haydab ko'rmagan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Reklama qiladigan mashinamiz BYD Soul Plus deb ataladi. Bu mashinamizda fokusirovkasi bor. Qani, yoqdimi? Ichki foni dahshatmi? iPhone 7 barakalaga juda yarashadi-da. Do'stlar, qani ichiga o'tdik. Mana bu birinchisi katta monitor kutib oladi. Bu mashinaga o'tirganingizda haqiqiy komfortni sezasiz. Start stop knopkalari bor. Monitorni tanishtiramiz. Bu yangilangan programma bo'lib, 4 ta nuqtali joyni bitta bosasiz. Va sizni mana bunaqa temniy narsa kutib oladi. Bitta har xil narsalarni sizlar ko'rsanglar bo'ladi. Bizada navigator bo'ladi. Navigatorni kirganingiz sezsa, o'zi avtomatik buriladi. İçi güzelmi do'stlar? iPhone 7 bor. Akalarga jo'natib qo'ydi. Mana bu g'ilofini qaranglar, pultda. Cho'llari ham ajoyib deb. Navigatorni sezganda o'zi avtomatik buriladi. Mana qaranglar, zo'rmi do'stlar? Kommentda portlatib yuboringlar. Bu mashinamiz gibrid deb ataladi. Ham tokdan, ham benzindan nima bo'ladi. Mana bu tarafida benzin quyiladigan joyi bor. Ichiga o'tirganlarda komfort sezasizlarda. Mana bu yerda sveti ham bor. Buni sensorni nima deb qo'ysangiz? Havas qilganlar bormi? Komment portlatib yuboringlar. Balonlarni qaranglar, haqiqiy komfortli bu. Mana qaranglar, BYD avtomobil ishlab chiqaruv nimasi va shu zo'r avtomobillar chiqarishni davom etmoqda. Bu gibridligi uchun hozir elektr tokka qo'yib qo'ydik. Har xil shunaqa qiziqarli mashinalarni bilmoqchi bo'lsangiz, bizlarni ko'rishda davom eting. Iltimos obuna bo'lib, kommentariyani portlatib yuboringlar. Like esdan chiqmasin. Keyingi mashinamizda nima bo'lsin?